Leksimizin devamını anlayan hürmetli vatandaşım. BBC, Angriya, radyo, televizya şirketi BBC mında tahlil kıldı. Avrupa şiddetlik yöpürlüp gelgen musafirler dolqыныga duch kelip, bütün Avrupa allaqachon ümitsizlikning girdabıga kelip kaldı. Növbette chegarani boshqarish siyosatlari ortiqcha unum bermedi. Qish qaro soğuq bolsunmi, musafirlarning xatarlik yo'llarini besib, Avrupaga kelishini to'sib qolg'ili bo'lmadi. Avropaning ichki uyushish kuchi va kelgusida Schengen vizasiga imzo qo'ymaslik siyosati gumonlanishga duch keldi. Shuning bilan Turkiya taraf intayin zo'r suhbatlashish makoniga erishdi. Amaliyotda musofirlar to'lqinining qo'zg'alishi Turkiya suhbat kozoriga ega qildi. Turkiyani suhbat kozoriga ega qildi. Turkiya bu kozordan iqtidorlik foydalandi. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. 2014-yili Ukraina va Krimiya talash tortishlardan keyin Avropa bilan Rossiyaning munosabati muz nuqtaga tushib qoldi. Endi bugun kelganda zo'ravon tashkilotlarga o'rtaq zarba berish uchun Rossiya va Avropa va Ukraina krizisini qo'yib turishni umid qiladi. Mayli Rossiya bo'lsin, mayli Avropa ittifoqi bo'lsin, zo'ravonlarga o'rtaq taqobil turishni ko'zda tutib, Ukraina masalasini bir taraf ayirib qo'yishni umid qiladi dedi. Lekin Turkiya Rossiyaning bir dona bombardimonchi aeroplanini etib tushirib, Avropa ittifoqining maqsadlariga qarama-qarshi tarafga menib, ovorchilik paydo qilg'uchiga aylanib qoldi. Tahlil. Dünya vatandaşım ana shundaq vaziyat ichida o'zgaryapti, taraqqiy qilyapti. Bugun Rossiya bilan Turkiya o'rtasida yuz bergan haliqa hodisa, bombardimonchi aeroplani etib tushirish hodisasi ikki davlat munosabatini hozirgacha qiyin ahvolga tushirib qo'ydi degili bo'lmasa-mu, lekin ikki davlat o'rtasida til haqoratlashish yoki bir-birini tanqid qilishlar avj oldi. Dal shundaq bir paytda endi Avropa tarafdan aytganda bu masalaga munosabatsiz holda Turkiya Cumhuriyetining Avropa ittifoqi a'zo bo'lib kirishidan iborat koni masalani qayta qo'lga oladiganligi va suhbatni qayta boshlaydiganligini. Shuning bilan birga nihoyat yaxshi bir yuzlanish, ya'ni Avropa uchun yaxshi bir yuzlanish, Turkiya uchun yaxshi bir ish qilish tegishli bir ish o'zliksiz kelayotgan ko'chmanlarni Turkiya chegarasi ichida to'xtatib qo'yish. Bu ko'chmanlarning besimidan Avropani qutuldirish yoki Avropa mush yo'l orqali, ya'ni Turkiya bilan bo'lgan har qanday munosabatni yaxshilash badaliga ko'chmanlar masalasi hal qilishdan iborat vaziyat keldi. Hozir buni Turkiya Cumhuriyetining prezidenti Erdo'g'an aytdi. Shundaqla Turkiya Cumhuriyetining vaziri Davud O'g'lu aytdi. Bu Turkiya uchun butunlay yangi bir boshlanish. Shundaq. Bu belki Turkiya uchun butunlay bir yangi boshlanish. Shundaqla Avropa uchunmi ham, Avropa Rossiya munosabati uchunmi ham butunlay yangi bir boshlanish. Shundaqla bundan keyingi dunyoning kelgusi va qiyofati boshda aytgandek, bu qatamqi Turkiyaning Avropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabati, musofirlar masalasini hal qilishi, bu haqiqatan dunyoning qiyofatiga ta'sir ko'rsatadigan, vaziyat qiyofatida ta'sir ko'rsatadigan intayin muhim zo'r ishdir. Bu shakllarda Prezident Erdo'g'an hukumatining tashqi siyosatda va ichki siyosatda birdaklikni saqlab, dadil holda Turkiyaning kelgusi uchun kurash qilayotganligini tabriklaymiz vatandoshlar.